Ha do'stlar, videoning nomidan ko'rib turganlaridek, Photoshopda onlayn ishlasanglar ham bo'ladi endi va bepulga Telegram kanalimga o'tib turib, obuna bo'lib turib, o'sha yerdan tortib olsanglar ham bo'ladi. Buning uchun nima qilishimiz kerak desanglar, albatta birinchi o'rinda Google Chrome'imizga yordamga yetib keladi yoki Internet Explorer o'zingizlarga xohlagan birinchisi qulay brauzerdan kirsanglar bo'ladi. Va Photopia deb yozamiz. Bu yerda birinchi chiqqan Photopia mana shu photopia.com saytiga kiramiz. Shu saytga kirsak, mana bu shu saytga kiramiz mana. Bu yerda reklamaga e'tibor bu yerda xohlagan xohlasanglar yangi proyekt ochasizlar, xohlasanglar kompyuterda kompyuterdan rasmni ochib turib montaj qilsanglar ham bo'ladi. Mana bu rasmni oldingi videomda obloshga mana ko'rsanglar bo'ladi. Montaj qilsanglar ham bo'ladi. Xuddi shunaqa qilib bunda onlayn darsda shunday barcha Photoshopdagi barcha funksiyalar bularda ham bor. Bemalol bu yerda mana bu yerda historiyalar chiqadi. Qilgan ishinglardan unisi bunisi hamma yo'g'i onlayn chiqadi. Ishlasanglar bo'ladi, saqlanib qilsanglar ham bo'ladi. Barchasi xuddi kompyuterni onlayn tarzda ishlasanglar bo'ladi. Kompyuterga oshiqcha nagrizka ham tushmaydi va uni o'rnatib uстановка qilib o'tirmaysizlar. Qulaylik tarafi xohlagan joyda shunaqa qilib ketsanglar bo'ladi. Xohlagan paytda bu boshqa kompyuterlarda yo'q bo'lsa, shunaqa saytga kirib turib ishlatib ketsanglar bo'ladi. Endi qanaqa tortib bepulni kompyuteringizga o'rnatib ishlatamiz deydigan bo'lsanglar, buning uchun men albatta Telegram kanalimga o'tib qo'yinglar. Men Telegram kanalimga o'tsanglar, hop, bu yerda men o'z kanalimda sizlarga tashlab qo'yganman. Hozir video chiqishiga bu yerda chiqadi. Mana shu faylni men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. O'tib turib tortib olsanglar bo'ladi. Shu video chiqishiga shu kanalimga o'tsanglar, kanalimga o'tib olsanglar, Telegramdan bemalol yozib olsanglar bo'ladi. Albatta Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Har kundan shunaqa yangiliklardan bepul fayllarni kanalimga tashlab boraman. Bitta fayllarni so'rov savollar o'tkazamiz. Bu yerga o'tib turib fayllar tortib olsanglar bo'ladi. Bepul qo'shimcha fayllar xudo xolasa keyingi fayllarda ham mana shunaqa sayt onlayn yurgizmoqchi bo'lsanglar, Photoshopda onlayn qilmoqchi bo'lsanglar, mana shunaqa foydalansanglar bo'ladi. Shu saytga kirib o'zingizlarga zamitga qilib qo'ysanglar bo'ladi yoki bo'lmasa ilovasini tortib olsanglar ham bo'ladi. Photopia.com pastda silkasini qoldiraman. Opsiyaniyada kirib o'tib olib bemalol ishlatsanglar ham bo'ladi. Hozircha shu do'stlar, agar sizlarga yana qanaqa bepul fayllar yoki bepul programmalar har xil kerak, qanaqa boshqa chiroqlar kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentariyga yozib qoldiringlar. Kommentariyada ko'rib o'qib chiqib, shuni bepul sizlarga taqdim etib, Telegram kanalimga yoki video qilmasam, Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Albatta Telegram kanalimda ham olib borasizlar shu kerakli fayllarni. Video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta videoga like bosishni unutmanglar. Kommentariyga fikrlaringizni yozib qoldiring. Albatta kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Telegram kanalimga va YouTube kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Instagramga o'tib qo'ysanglar, Instagramda ham albatta kerakli life hacklar chiqaraman. Keyingi videolarda ko'rishguncha assalomu alaykum, ko'rishamiz.